Assalomu alaykum, xayrli kun do'stlar. Bugun Toshkent tumanlari ixtisos sudidamiz. Qarzdorlik bo'yicha kelib chiqqan nizo bo'yicha Toshkent tumanlari ixtisos sudida da'vo arizamiz ko'rilyapti. Mazkur da'vo ariza bo'yicha mediativ kelishuv tuzganmiz va sud tasdiqlashini kutyapmiz. Ariza bo'yicha da'vo summasi 2 milliard 900 million so'm tashkil qiladi. Hamda mazkur da'vo ariza bo'yicha taraflar o'zi ixtiyoriy mediativ kelishuv imzoladi. Do'stlar, shuni aytib o'tishim joizki, mediativ kelishuvni foydali tomoni shundaki, bunda mediativ kelishuv tasdiqlangan taqdirda sudga da'vo ariza kiritganda to'lanadigan davlat boji da'voriga to'liq qaytarib beriladi. Ya'ni biz 2 milliard 910 million bo'yicha 29 million davlat boji to'lab berganmiz. Endi mediativ kelishuv tasdiqlandi. Endi 29 million davlat bojini 100% qaytarib beriladi.